Qinda ajralishi bu tabiiy holat hisoblanadi. Masalan, ovulyatsiya paytida qindan shaffof suyuqlik keladi. Jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar ham bor. Masalan, gonoreya. Buni albatta sizni qiningizda ajralmalarni tekshiramiz va qon analizi topshirasiz. Doktor, qarang, shu kunlarda menda vizyeniyalar g'alatidek ko'p kelyapti. O'shanga men erimdan shubhalanyapman. Erim yuradimi deb o'ylayapman. Nima qilsam bo'ladi? Xo'p, qindan vizyeniya kelganda, ajralmalar ajralganda bu hammasi ham jinsiy yo'ldan yuqqan hisoblanmaydi. O'zi normada qinda ajralishi bu tabiiy holat hisoblanadi. Sizni qiningizni infeksiyalardan, mikroblardan saqlash uchun qinda ajralma bo'ladi va xuddi shunaqa qaysi siklini turli davrlariga qarab ham ajralmalar miqdori, ko'rinishi o'zgarishi mumkin. Masalan, ovulyatsiya paytida qindan shaffof suyuqlik keladi. Bu degani sizda qanaqadir kasallik bor degani emas. Aksincha, bu sizda ovulyatsiya bo'layotganini bachadonningiz sizga ma'lumot berayotgani. Xuddi shunaqa vizyeniyalarni rangi o'zgarishi, qichishish, achishish bo'lishi yoki og'riq kuzatilishiga qarab qanaqadir infeksiya borligiga shubha qilishimiz mumkin, to'g'ri. Misol, bunga bakvaginoz keltirsak, bakvaginoz bu qindagi mikroflorani buzilganidan kelib chiqadi yoki kandidoz. Bu yaqin orada antibiotik qabul qilganingiz yoki sizda homiladorlik bo'lsa yoki qandli diabet bo'lsa yoki immunitet tushib ketgan bo'lsa, bunday ajralmalar kelishi mumkin, lekin bu sizda xo'jayingiz yoki qanaqadir jinsiy infeksiya bor degani emas. To'g'ri, jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar ham bor. Masalan, gonoreya, sifilis, papilloma virusi, traxomoniyaz. Bular rostdan ham himoyalanmagan jinsiy aloqadan yuqadigan infeksiyalar hisoblanadi. Xo'p, u jinsiy yo'l bilan yuqdimi yo'qmi, qayerdan bilsam bo'ladi? Buni albatta sizni qiningizda ajralmalarni tekshiramiz va qon analizi topshirasiz. Laboratoriya tekshiruvlariga qarab yakuniy xulosaga kelinadi. Unda keling, sizni ko'rikda ko'raman, ajralmalardan namuna olib tekshirib ko'ramiz.